Hozir insonlar orasida ichki vahima bilan yashash ommalashib qolgan. Ya'ni kimdir o'tmishni o'ylab kimlar bilandir xayolan urushib yashaydi yoki bo'lmasa ertaga u bo'lib qolarmikin, bu bo'lib qolarmikin degan negativ o'y-xayollar. Bunday fikrlash inson ruhiyatini tushiradi, dadilligini yo'qotadi. Yaratgan zot nima degan? Men bandamni men haqimdagi gumonidaman degan, to'g'rimi? Demak, nimani gumon qilib, qo'rqib yashasak, bir kun kelib shu kunlar boshimizga tushsa, yana undan battar tushkunlikka tushamiz-ku axir. Yana nima aybim uchun deymiz. Fikrlarimizga, gumonlarimizga ehtiyot bo'laylik. Har neni yaxshilikka yo'yib, Robbim menga o'sha yaxshilikni beradi degan qattiq ishonch kerak. Ishonish uchun esa Robbini tanib yaqin bo'lib, uni qanday qudratli zot ekanligini tilimizda emas, butun vujudimiz bilan sezsakkina ishonch ham qattiq bo'ladi. Tavakkulni o'rgangan odam xotirjam bo'ladi, qalbi rohatlanadi.